sizni semirib ketishingizga va qancha diyetali qilib bo'lsa ham ozolmayotganingizga sabab bo'ladigan gormonlar ro'yxati bilan tanishing. Birinchi o'rinda insulin gormoni turadi. Insulinning yuqori darajasi sizda ishtahangiz baland bo'lishiga va albatta ortiqcha yog'larni to'planishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi bu kortizol gormoni, ya'ni stress gormoni deyiladi. Agar sizda kortizol qancha yuqori bo'lsa, shuncha qorningiz kattalashib ketadi va albatta kortizolning yuqori darajasi yuqori darajadagi ochlikka ham sabab bo'ladi. Keyingisi leptin va ghrelin gormonlari. Bu gormonlar ochlik va to'qlik hissini boshqaradi. Agar mana shu ikkita gormon sizda muvozanatsiz bo'lsa, normadan oshib ketgan bo'lsa ham dieta qilishga qiynalasiz va ortiqcha vazn yig'ishni boshlaysiz. Keyingisi bu ayollarimizda estrogen gormoni. Estrogenning yuqori darajasi ayollarda ortiqcha vaznni keltirib chiqaradi. Erkaklarimizda bo'lsa testosteron, ya'ni testosteron gormonini tushib ketishi erkaklarimizda mushak massasining yo'qolishi va ortiqcha vaznning yig'ilishiga sabab bo'ladi. Keyingisi bu juda ham muhim gormonlardan hisoblanadigan qalqonsimon bez gormonlari. Agar bu gormonlar sizda normada bo'lmasa, metabolizmingiz juda ham past bo'ladi. Metabolizmi past bo'lgandan keyin esa inson juda ham tez ortiqcha vazn yig'ishni boshlaydi. Agar sizda ham mana shu holatlar bo'lsa, bu muammolarni siz bilan birgalikda hal qilamiz. Buning uchun esa gormonal kursimga yozilib oling. Telegram kanalimga o'tsangiz, gormonal kursga yozilib olsangiz bo'ladi.